Hammaga salom do'stlar, assalomu men Zero. Men sizlarni o'zimizni serverga chaqirmoqchiman. Introstar. Men bu videoda sizlarga o'zimizni spawnimizni ko'rsatib bermoqchiman. Nimalarimiz bor, nimalar yo'q, nimalarni qo'shish kerak, uni kommentariylarda aytib keting. IP sizlarning ekraningizda kirib o'ynasangiz bo'ladi. Любой versiyadan kirsangiz ham bo'laveradi. Men ko'p yozmayman-da va biz boshla. Birinchi kirganingizda siz shu yerda paydo bo'lasiz. Va bu yerda sразу gologramma bor. Donatlarni sotib olsangiz bo'ladi. Va donat keyslar va valyuta keyslar sotib olsangiz ham bo'laveradi. Bu yerda 30 kunlikni sotib olsangiz bo'ladi yoki butun umrga har 30 minutda airdroplar bo'ladi. Bu yerda PvP va har xil informatsiyalar. Bu yerdan sразу tushasiz. Tushganingizda donat keyslar bo'ladi. Donat keyslarni aylantirsangiz bo'ladi, sotib olsangiz bo'ladi yoki adminlardan so'rasangiz sizlarga berishlari ham mumkin. Bu yerda top 3 ta boyliklar. Birinchi runda men chunki 7 million pulim bor va Dark Sense 10 tur, unda 240 million va yana 100 million Refuse 7 da. Top 3 killerlarda bu yerda nechta odam o'ldirgan bo'lsangiz, o'shanda topga chiqishingiz mumkin. Va bizda RTP bor, uni keyinroq ko'rsataman. Va bizda spawnni orqasida Warpop bor. Warpop desam, rosa ham tez bo'ladi, shuning uchun sizlarga uni qanday spawndan orqali borishini ko'rsataman. Orqaga spawnga teleportatsiya bo'lib orqaga yurasiz. Bu yerda PvP arena chiqadi. Bu yerdan tushasiz, gardor usungan. Bu qo'rqinchli tunnel. Menda mod bor. Hamma joyni yorug' qiladigan. Uni o'chirib olsak, mana bunaqa bo'lib qoladi. Soylar, ba'zi joyda svetlar вообще yo'q. Qorong'i qo'rqinchli tunnel bo'lib qoladi. Hozir onlayn juda ham kam. Sizlar podдержка qilib o'zbek server qilayotgan bo'lsangiz, kirib o'ynashingiz mumkin. Mana bu yerda bizni PvP arenamiz. Bu yerga tushib urishingiz mumkin. Keyin spawn deysiz. Yana 3 sekund kutasiz. Keyin bu yerda TP'lar ham ishlaydi. Teleportatsiya bo'laveradi. Keyin teleportatsiyani o'tgandan keyin qimillamay turishingiz kerak bo'ladi. Keyin gologrammalar top boylikning yonida kichkina yo'lakcha bor. Bu yerda yursangiz, bu yerga har xil narsalarni sotsangiz bo'ladi bu jitilga. Yana ozgina yurganingizdan keyin ko'prik chiqadi. U ko'prikdan yursangiz, siz Warp Mine avtoshaxtada paydo bo'lasiz. Bu yerda bizda oddiy shaxta bor va atligi bor. Adda nazarite bloklar va nazar qoldiqlari paydo bo'ladi. Bu yerda har xil kitlarni olsangiz, bu yerda bizda har xil zachарование bor. Ular bur, avtoplavka va keyin magnit. Ular nima qilishini hozir aytib o'taman. Bur katta 5 ga 5 o'ylab beradi. Avtoplavka esa rudalarni, masalan, железный ruda qilmasdan, железный sled qilib chiqarib beradi. Magnit esa avtomatik skennerlaringizga teleportatsiya qiladi. Va eng asosiysi RTP. Kelasiz va shu NPC ga bosasiz. Men 2 minut kutib turishim kerak ekan, chunki orada RTPning yargi tepa qolgan edi. Unda 2 minut kutasiz. Ammo siz cheksiz qilishingiz mumkin, chunki siz RTPni qilmaysiz. RTPni nima qilib beradi? Uni faqat donati borlar qila oladi. U igroqlarni yanada teleportatsiya qilib beradi. Shundaki, bu yerda top balansga chiqsangiz bo'ladi, top killerga va Vibe'ning xo'rusida sizga yo donat beriladi yoki mukofot qilib token berishlari mumkin. Hammangiz bilan xayrlashaman. Sizlar bilan Zero bo'lgan edi. Kirib o'ynang, IP ekraningizda любой versiyadan kirsangiz mumkin. Sizlarni serverimizda kutib qolamiz. Hammangizga xayr.